Assalomu alaykum Termiz uy bozor azomatlari. Sizlarga Termiz shahri markazidan umumiy maydon 300 kvadratni tashkil qilgan tayyor biznesimiz ijaraga beriladi. Manzilimizni tushuntiradigan bo'lsak, Mashhur klinikasiga kelishda hammamiz biladigan yangi qurilgan bilimni baholash agentligining yonidagi ichki sanoat qurilish zonasida umumiy maydon 300 kvadratni tashkil qilgan tayyor shart-sharoitlari bilan joyimiz ijaraga beriladi. Siz bilan birgalikda hozir ichki shart-sharoitlarni ko'rib chiqamiz. Ungacha videomizga hozirdan like tugmachasini bosib qo'ying. Maydon 300 kvadratni tashkil qilgan joyimiz ijaraga beriladi aziz. Siz bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek kattagina zdaniyamiz. Kelishimizda chap qo'limizda bizda oshxonasi, shart-sharoitlar qilingan aziz. Hammasi. Bundan keyin esa dushovoy bilan hojatxonasi bor. Ko'rsating bemalol. Aynan men turgan hudud 200 kvadratdan oshiqroq. Bemalol kelib o'z biznesingizni rivojlantirsangiz bo'ladi aziz. Kelishimizda ko'rib turganingizdek chap qo'limizda kichkinagina xolodilnik zonalarini ham qilib qo'yibdi. Siz uchun ijara narxini boshidan aytib o'tamiz. Akalarimiz bilan talashib, tortishib 18 million so'm qilib qo'ydik. Yanada tepasida kelib kelishadigan joylaringiz mavjud. Eng asosiysi tayyor aziz. Kelib birdan biznesingizni rivojlantirasiz. Keyin esa boshqa xonalarni ham ko'rsatamiz. Keling. Bizning alohida ofislariga ega. Siz bilan birgalikda ofisni ham ko'rib chiqamiz. Keling. Kattagina bitta xonasi kirib kelishimizda o'ng qo'limizda, undan keyin esa kichik xonasi va o'tirib ishlash uchun ikkinchi, uchinchi xonasi hisoblanadi aziz. Konditsionerlar barcha jihozlangan, tayyor holatda bu ijara narxiga arziydi. Tezda shoshilib qolamiz. Manzilimiz ham juda yaxshi joyda bo'lyapti aziz. Ya'ni o'sha Mashhur klinikasiga kelishda bilimni baholash agentligining yonida bo'lyapti. Bog'lanish uchun pastda egalarining raqamlarini qo'ydik. Bemalol kelib o'zingiz ko'rib kelishingiz mumkin aziz.